Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilarim. Omonmisiz? Barchangizga salomatlik tilagan holda aynan yana sizdan tushgan savollarga mana shu tabiat bo'yicha javob bergim keldi. Juda ko'p azizlar, salomatligida juda ko'p muammosi bor insonlar shunday fikrga kelishadi. Sog'lom bo'lish uchun nima qilay? Nimadan boshlashim kerak? Qaysi vrachga boray? Nimani qilishim kerak? Qaysi analiz topshirishim kerak deydi. Bilasizmi? Bugun men sog'lom bo'lishingiz uchun kerakli bo'lgan qisqagina 5 ta qadamni tushuntirmoqchiman. 5 ta qadam. Birinchi, sog'lom bo'lishda ikkilanib stressga tushib turibsiz. Kasalliklaringiz surunkali bir necha kasalliklarga ega bo'lib qoldingiz. Siz stressdasiz. Birinchi o'ylayotgan narsangiz boshingiz bilan o'ylab ko'ring. Bu hayotga siz sog'lom keldingiz. Bu birinchi mushohada. Demak, sog'lom bo'lishga haqlimiz. Biz nimanidir yo'qotdik. Lekin bitta narsa bor. Yo'qotilgan narsani topish uchun biz harakat qilishimiz kerak. Ya'ni Alloh bizga salomatligimizni berganda omonat berilgan. Qaysidir qiliqlarimiz bilan, qaysidir e'tiborsizligimiz tufayli sog'ligimizni yo'qotdik. Lekin yana yaxshi bir narsamiz bor. Organizmda har bitta organimiz qayta tiklanish xususiyatiga ega. Demak, u qayta tiklansa biz sog'lom bo'lishimizga demak yo'l bor. Shuning uchun boshdan o'ylang, yaxshi bo'lmayman degan fikrni chiqaring. Yaxshi bo'lish uchun harakat qilaman degan so'zga almashtiring. Chunki harakatda barakat bor. Demak, birinchisi dunyo qarashingizni, sog'likka nisbatan qarashingizni, tanangizni sevishdan boshlang. Ikkinchisi, organizmga kerakli bo'ladigan eng sog'likka birinchi qadam suv ichishdan boshlang. Organizmni eng kerakli qismi suvdan iborat. Bizni 70-80% suvdan iborat. Shunday ekan, unga kerakli bo'lgan suvni sekin-sekin to'ldirishni boshlang. Uchinchi qoidangiz, yeyotgan narsangizni, taomingizni haqiqatan foydali qilib yeng. Chunki biz faqatgina to'ydirish uchun nima bo'lsa tiqishga o'rganib qoldik. Ko'chada ovqatmi yoki boshqa narsalarmi, nima bo'lsa aralash bo'lsa ham tiqishni o'rgatdik. Organizm buni xohlamaydi. Unga kerakli bo'lgan narsalarni sekin-sekin tahlil qilib yeyishni boshlaydi. Eng osoni. Yeyish uchun yashash emas, yashash uchun yeyishdan boshlaylik. Bu degani me'yorni o'rganaylik. O'zi aslida 5 marta, 6 marta ovqat yeyish degan narsa yo'q. Biz sekin-sekin uni sifatli qilishga o'rgataylik. Uchinchisi, tanangizni tozalashdan boshlang. Organizm sog'lom bo'lishi uchun u toza bo'lishi kerak. U ishlashi uchun xalaqit berayotgan narsalar bo'lmaslik kerak. Zamburug'lar xalaqit beradimi? Beradi. Parazitlar xalaqit beradimi? Beradi. Toksinlar xalaqit beradimi? Beradi. Tasavvur og'ir metallar tanamizga cho'kindi bo'lib qolib, uni ishlashi uchun xalaqit beradimi? Beradi. Aynan mana shularni tozalashdan boshlang. Organizmni tozalashni maxsus usullari bor. Buning uchun mutaxassis bilan birgalikda organizmingizni professional tarzda tozalashni boshlang. Yoki jigarni tozaladim, o't qopini yuvdirdim, ichagimni tozaladim. Bu tozalash bo'lmaydi. Chunki oddiygina tanamizdagi gijja faqat ichakda bo'lmaydi. Bizda qolib ketgan ichaklarni tozalasa, klizma qilsak, demak gijjalardan qutulamiz. Aslida liambli degan juda ko'p tarqalgan mana shu qurt butun tanamizda joylashishi mumkin. O'pkada ham, yurakda ham, tasavvur qiling, hatto boshimizda. Biz ichakni tozalab qo'yamiz. Tozalashda professional tarzda tozalang. To'rtinchisi, e'tibor bering. To'rtinchisi, organizmga kerakli narsalar bilan to'ldirishimiz kerak. Unda kam bo'lgan narsalarni berishni boshlaylik. Demak, ovqatlanish tartibimiz zo'r, tanamiz toza, suvimizni beryapmiz, boshimizni to'g'ri ishlata boshladik. Endi unda defitsitlar bor. Mana endi toza tanaga magniy kammi, yod kammi, mikroelementlar bilan to'g'ri mikroelementlar bilan to'ldiraylik. Oxirgisi albatta azizlarim harakat. Bilasizmi? Bugun sog'likni mana shu musht degim keladi. Mana shu musht bittasi bo'lmasa ham o'qishli bo'lmaydi. Tanamizdagi sog'lik ham shunday. Demak, 5 ta qoidaga amal qilmasak,
bizni tanamiz kuchli bo'lmaydi. Demak, hamma narsani qildingiz-u harakat qilmaysiz. Harakatsiz organizm sekin ishdan chiqa boshlaydi. O'zi hamma narsada harakat bilan barqaror bu hayotda. Unga harakat bo'lmadimi, u ishdan chiqa boshlaydi. Shuning uchun har kun mashinangiz bo'lsa ham, ishingiz ko'payib ketsa ham, nimadir bilan men piyoda yurishim kerak deb rivojlangan davlatlarga ko'p boraman. E'tibor bering, ular ishdan oldin ham, ishdan keyin ham albatta piyoda yurishga harakat qilishadi. Biz esa mashinamiz bor, ishim ko'payib ketdi, kompyuterda ishlayman deb bahonalar bilan yurishni to'xtatib qo'ydik. Sog'lom bo'lishni istasangiz, oyoqlaringizni harakatga keltiring. Zeroki oyoqlarimiz ikkinchi yuragimiz. Mana shu yurak ishlab turmas ekan, biz sekin tanazzulga uchraymiz. Mana shu 5 ta qoidani boshladingizmi? Siz sekin sog'lom bo'la boshlaysiz. To'g'ri, bugun boshlab ertaga sog'lom bo'lolmaymiz, chunki biz sog'ligimizni bir kunda yo'qotmadik yoki bir oyda yo'qotmadik. Yillar davomida yo'qotib kelyapmiz. Biz uni bir oyda to'g'rilay olmaymiz. Lekin sekin siz o'zingizda o'zgarishlarni seza boshlaysiz. Demak, qadamni biz bilan boshlaylik. Men bugun bir narsa demoqchiman. Guruhimni kuzatishda davom eting. Unda berilayotgan ma'lumotlarni ko'rib chiqing. Agar meni yordamim kerak bo'lsa, bemalol konsultatsiyalarimdan foydalanib, sog'ligingizni professional mutaxassis nazoratida tiklash imkoningiz bor. Keyingi efirlarda ko'rishguncha azizlar.